Mana Nargiza qizimiz Ersoq kompaniyasining lideri, o'zlarida zo'r natijalar olgan ekanlar. Shularni hozir biz bilan bo'lishmoqchilar. Ayniqsa onalarida katta natija olibdilar sirroz pechindan. Nimalar berdingiz oilalarga sirroz pechindan solishlari uchun? Assalomu alaykum hammalaringizga, yaxshimisizlar? Ustoz, rahmat, siz boringizga shukur. Ayam 5 yildan beri jigar sirrozidilar, seb anasi bilan tushgandilar. Har bir yilga 3 martadan olib kelib Toshkentga versologiya bo'limida yotqizardim. Hozirgi kunda ayam kelmayaptilar. Men 3 oy oldin ayam kelganda olib berdim. 3 oydan beri burunlaridan qon ketishlari ham to'xtadi. Boshqa taraflardan ham to'xtadi. Namozlarni o'qiy olmasdilar 4 yil 5 yildan beri. Mana 3 oydan beri dorilarni, batlarimizni ichganlardan beri hech ham qon ketmayapti. Yaxshiman dedilar. Bu kechadan boshlab ko'chaga suvlarga chiqibdilar. Hamma qo'shnilarimiz hayron, ranglari ham toza bo'lgan. Ko'karib, ko'zlarining atroflari ham doim ko'karib, boshqacha so'lg'in bo'lib yurardi. Faqat yotardilar. Hozir o'zlariga ro'zg'orlarni qilyaptilar, kirlarni ham yuvayaptilar. Xudoga shukur 58 yoshdalar. Nimalar ichdilar? Grip reshi, kofe berdim, maringo choy ham berdim. Proti 20 suyug'idan. Yana Aliva berdim. Maka yog'i ham berdim. Hammasidan berib anaqa massaj kremlar surtadilar. Ham badanlariga ko'p o'zidan o'zi ana bu gematoma bo'lardi. Hozir hech narsadan asorat yo'q. Endi ichmasam ham bo'ladimi qizim dedi. Qora sedini ham berdim. İçmez yo'q, aya doim ichib yuring endi. Hozir C vitamin C'ni ichib yuribdilar. Qolmasdan boshqa hammasi to'xtadi. Eng katta yutug'ingiz sizni onangizni sog'lig'ini tiklaganingiz. Hamma bansiga olib kelsam oxirgi tochkaga kelib tayangiz, hammayla davolating derdi, lekin baribir ham to'xtamadim. Sizni topganimdan keyin ofisga a'zo bo'lganimdan keyin birinchi ayam uchun ishlayman dedim. Qizim allergiya bo'lgandi, tug'ma. 22 yoshga kirdi hozir qizim. 22 yildan beri davolatardim. O'zim beremenni bo'lganimda tuxumdan ana bo'lgan. Hozir qizimni ham davoladim, yaxshi. Hozir qichishlari постоянно qichishib yuradi. Doimiy qizim deb qilma deb doktorlarga olib borsam yaxshi bo'lmaydi. Onamdan bo'lgan derdi. Yo'q, Allohga shukr, hozir yaxshi. Молодец. Zo'r. Faqat qizim uchun, ayam uchun kirgandim bu onamga. Hozir endi o'zim uchun ishlayapman. Qancha oyligiga chiqdingiz? Hozircha 1,5 millionga faqat olganimga hali o'zi 2 oylar bo'ldi azo bo'lganimga. Xudoga shukr, bu oydan ko'tarilamiz. Xudo xolisi.